Salom berayapsan? Yo'q, qo'liga emas. Bo'ladim. Hozir уже bemalol 3 metrli, 5 metrli shlankalarga vakuum qila olaman. Man 24 yoshdaman. Manda birinchi kelganimda Rectoseli, Cystoseli kelgan matkapushenyalar hammasi birinchi stepенdan bordilar. Man уже 7-dars so'zida man opusheniyalarim bilan vakuum qilolmayman deb o'yladim, lekin bemalol qildim. Juda xursand bo'lib ketdim birinchi marta qilganimda. Hozir уже bemalol 3 metrli, 5 metrli shlankalarga ham vakuum qila olaman. Matkapusheniyamni ozgina-ozginadan ko'tarilganini sezdim. Hammaga tavsiya qilaman, kelinglar, foydalarini sezdim. O'zinglar uchun harakat qilsanglar hammasini eplab berganmiz. Rahmat. Ham rahmat katta. Ham rahmat. Ikkita farzandim bor edi. Rahmat. Lekin natija sezdim. Vaqtida kelsa, mollarni ko'paygani sari qiyin bo'lar ekan. Rahmat. Sog' bo'ling. Ajikam. Azizlar, albatta roziman, minnatman. Sog' bo'ling. Rahmat.